Bugungi kunda umra va haj amallarini bajarishni tashkil etish faoliyati davlat tomonidan litsenziyalash va fuqarolarga shart-sharoit yaratish maqsadida nazorat tizimi asosida amalga oshirilishi belgilangan. Afsuski, shunga qaramay ayrim shaxslar bu sohada ham o'zlarining noqonuniy faoliyatlarini yo'lga qo'yib, fuqarolarning sarson-sargardon bo'lishiga ham sabab bo'lishayotganligi ham bor gap. Navbatdagi lavhamizda mana shunday noqonuniy qilmishlaridan biri oldi olingani xususida so'z boradi. Eng achinarlisi, bunday holatlar nafaqat jismoniy shaxslarga, balki davlatimiz obro'-e'tiboriga, xalqimizning adolat va qonunlarga nisbatan ishonchiga ham putur yetkazadi. Bu esa fuqarolarimizning adolatli, halol va shaffof davlat boshqaruvi yo'nalishidagi intilishlariga xalaqit beradi. Shu bois ushbu sohada huquqiy javobgarlikni kuchaytirish, qonunga xilof ravishda faoliyat yuritayotganlarni oshkora fosh etish va ularga nisbatan qat'iy choralar ko'rish davlat idoralarining muhim vazifalaridan biriga aylandi. Quyida huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan tashkil etilgan tezkor tadbir natijasida aniqlangan holatga to'xtalib o'tamiz. Kuni kecha Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurashish bo'limi xodimlari va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1984-yilda Denov tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, vaqtinchalik ishsiz, oilali, tumanning Lolazor mahallasida yashovchi Yusupova Lobar Imomaliyevni rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan umra ziyoratiga jo'natish uchun har bir nafar shaxs uchun 1150 AQSh dollaridan 2 kishini yuborish xarajatlari 2300 AQSh dollari bo'lishini aytib, noqonuniy harakatga kirishgani ma'lum bo'ldi. Hamkorlikdagi tezkor tadbir davomida noqonuniy faoliyatni kasb qilishga uringan jinoiy hamtovoqlarning qilmishlariga chek qo'yildi. 1990-yilda Denov tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, oilali, 3 nafar farzandi bor. Muqaddam ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilmagan Denov tumani Yoshlik mahallasi, Istiqlol ko'chasi 110-uyda yashovchi Turdiyev G'anisher Sheraliyevich qarmog'iga ilingan jabrlanuvchilardan jami 2000 AQSh dollari hamda 3.500.000 so'm pullarni olayotgan vaqtda tezkor tadbir tashkilotchilari tomonidan qo'lga olindi. Hurmatli fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda davlatimiz hukumati tomonidan xalqimizni emin-erkin haj va umra safarlariga borib, ziyoratchilarga amallarni munosib va xavfsiz bajarishlari uchun shart-sharoitlar yaratilib, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinmoqda. Jumladan, amaldagi tartib bo'yicha faqatgina litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslargina mazkur tadbirlarni tashkil etishlari mumkin bo'lib, ularning ro'yxatlari davlat hukumati portalida mavjud. Biroq yuqoridagilarga qaramasdan, musulmonlar uchun farz etib belgilangan haj va umra safarlariga borish istagida bo'lgan fuqarolarimizni chuv tushirishlari, shu orqali muqaddas ibodatlarni amalga oshira olmasdan qolib, o'zga yurtlarda sarson va sargardon bo'lishlariga sabab bo'lmoqda. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu shaxslarning jinoiy harakatlaridan jabrlanganlar 102 ga yoki hududiy ichki ishlar organlariga murojaat qilishlari so'raladi. Unutmang, muqaddas ziyoratlarni tashkil etish faqatgina litsenziyaga ega, mas'uliyatli va davlat nazorati ostidagi tashkilotlar orqali amalga oshirilishi kerak. Bu avvalo fuqarolarimizning huquq va xavfsizligini ta'minlash, shu bilan birga yurtimizdagi diniy erkinlik va tinchlik muhitini asrashning muhim kafolatidir.